Selam dostlar. Qozonimiz bo'yicha sayohatimizni davom etamiz. Bugun men sizni bir dorixonaning tarixi bilan tanishtiracakman. Ketdik tezroq, yomg'ir yowa. Prolom yo'ramidagi dorixona. Ani Brening dorixonasi deb te yurtganlar. Gerb yuqori sifatli dorilar sotilganini anglatgan. Ol hozirgi Bauman yo'ramida o'rnashgan. Bu Qozonda 100 dan yil ortiq birda to'xtamay ishlagan birdan-bir dorixona. Dorixona 2012-yilgi restavratsiyadan so'ng elektrcha etib yangitilgan. Dorixona shahar xalqina 19-asr o'rtasidan beri tanish. Ul vaqtda dorixonaning xo'jasi Iyogan Iyoganovich Brening bo'la. Breningga do'stlarining birsi "Sen Totorga o'xshagansan" degan. Shundan so'ng ol Qozonga ko'chib kelirga qaror qila. Qozonda ul shusha dorixonani sotib ola. Brening dorixonasi ko'p yillar davomida shaharda eng yaxshisi deb sanala. 1916-yilda shahar konkursida birinchi o'rin ola. Dorixonada kichkinagina muzey da bor. Bunda shul chordagi dorilar ham boshqa jihozlar bilan tanishib bo'lam. Iyogan Breningning ishin aning o'g'li Arnold Brening davom etadi. Mana bu o'ringa soatni ol o'rnashtirgan dilar. Albatta ul soat yangitilgan indi. Ani Chistay zavodida ishlagan. Arnold Brening dorixonadan bir kishi da dorisiz ketirga tegish tugul degan. Totor ovullaridan kelgan kishilarga yordam etish uchun totor tilida o'rgana. 1900-yilgi revolyutsiyadan so'ng Arnold Brening dorixonani xalqqa topshira. Ul vaqtda dorixonaning podvallarida 3 yilga yetarlik dori zapaslari bo'la. Dorixona hozirda ishli, siz da kelib, aning tarixi bilan tanisha olasiz. Tug'an yoq tarixini o'rganigiz. Sog' bo'linglar.